Assalomu alaykum, hurmatli ko'rarmanlar, hurmatli zamandaşlar. 2025-yildan 18-martı qo'shni mamlakat O'zbekistonda жүрөбүz. O'zbekistonning Qo'qon shahrida. Бұл артымда тұрған имарат бұл ошу Шералы хан, Құдайыр хан отырған ағуй, мындайча айтканда. Ошул имарат жөнүндө, Шералы хан жөнүндө, Құдайыр хан жөнүндө көптөгөн маалыматтарды алдым. Құдай буйруза biz сапарыбызды улайбыз. Ошол жерден жакшы видеолорду тарттык. Ошол жерде караган аксакал дамла көптөгөн маалыматтарды айтып берди. Аны biz YouTube каналыбызга тарттык. Каналыбызды күзөтүп туруңуздар. Тарыхый ушул имарат жөнүндө бардык маалыматтарды алдык достор. Ошол убакта мусулмандардын абалы кандай болгон, орус кантип басып келген, басып келип алып мусулмандарды кандай чачыраткан, мына ошолор жөнүндө көптөгөн маалыматтарды алдык достор. Андыктан биздин каналыбызды күзөтүп туруңуздар. Биз ошол жактан бардык видеону бөлүшөбүз. Достор, азыр ушул имаратты карап аткан, ушул жердеги тарыхый окуялардан маалыматы бар аксакал келди. Ошол киши бизге маалымат берет достор. Nimamiz xodimlarimiz 9da kelib o'tishadi. Ungacha avvaldan vaqt turamiz. Ichga kiraveramiz, xonalarda kira ochadi. Hop, mana bu Xudoyxon o'rdat deb aytiladi. O'rdat. O'rda degani podsho o'tiradigan joy degani. Saroyda o'rdani farqi bor. Saroyda har qanday odam ham o'tirishi mumkin. Boylar, nimalar, zodagonlar. O'rdada faqat xon o'tiradigan joyda o'rda deb ataladi. Bu xonligi 1709-yilda tashkil topgan. 1876-yilgacha davr surgan. Shu davrda ichida 19 ta xon o'tirgan. Bitta oiladan, minglab sulolasidan bitta oiladan 19 ta xon arqamaketin taxtga o'tirib duo qilishgan. Keyin birinchi o'sha vaqtda bir necha marta o'rda qurilgan. Birinchi o'rda shaharda bir boshqa Isqilg'on degan joyda bo'lgan. Bu hali xonni yangi tashkil qilgan vaqtda hani hududi ham kichkina edi, territoriyasi ham kichkina edi. Ham hali xazina ham yo'q edi, o'shaning uchun kichkinagina o'rda qurilgan. Keyin xonlik sekin-sekin kengayib boshlagandan keyin xonlar endi eski o'rdalarni tutar qilmay yangi o'rdalar qurishgan. Hammasi bo'lib 7 marta o'rda qurilgan bu xonda. Mana bu oxirgi o'rda Xudoyorxonning o'rdasi. Xudoyorxon Qo'qon xonlarining eng oxirgi xonlaridan 18-chi bo'lib taxtga o'tirgan. Undan keyin o'g'li Nasriddinbek odina davr surgan. Shu Xudoyorxon 1831-yilda tug'ilgan, nimada Talasda. Talasda tug'ilgan. Talasda tug'ilishining sababi shuki, bir vaqtlar 1800-yillarda Qo'qonda taxt talash bo'lgan. Norbotabiy degan xon o'lgandan keyin uni ukalari o'g'illari taxt talashgan. Taxt talashgan vaqtda Xudoyorxonning bobosi Hojibek degan odam bo'lgan. Hojibek o'ldirilgan. O'ldirilgandan keyin Hojibekning o'g'li Sherali xonni odamlar, hali bir uzoqni ko'zlaydigan odamlar shu jadallarda nobud bo'lib ketmasin shu bo'layam deb qochib ketishgan. Qochib Talasga olib borishgan. Talasga olib borishgan, Sherali xonni aka-ukalari bilan ularni akalari o'lib Sherali xonni o'zi qolgan. Keyin o'sha yerda qirg'izlarning ichida o'sib, keyin o'sha yerdan uylangan. Talasdan uylanib ikkita ayol uylangan. Bittasini oti Suna bo'lgan. Ikkinchisining oti Jalqinay bo'lgan. Avval ikkovidan ham farzand bo'lmaydi. Ketma-ket uylangan, farzand bo'lmagan. Keyin farzand bo'lmagandan keyin bitta bolani saqlab oladi.
Hayvanlar saqlab olgandan keyin ikkovi xotini ham bo'yda bo'lib, ikkovi xotini ham tug'ib beradi. O'shalarning ichida bittasi Xudoyorxon bo'ladi. 1822-yilda Qo'qon bilan Buxoro o'rtasida qattiq urush bo'lib, Buxoroning qo'li baland kelib, Qo'qonda xonim Muhammad Alixonni o'ldiradi. O'ldirgandan keyin odamlar Buxoroga qarshi qo'zg'alib, Buxoroni haydaymiz deb, keyin taxtga kimni suzamiz deb, keyin bir-birlaridan surishtirib, o'sha nimada Sheralixon degan bor edi. Salasda o'shani olib kelib suzamiz deb, keyin o'sha yoqdan odam yuborishib, Sheralixonni olib kelishib, Sheralixonni to yo'lda kerakligicha odamlar qo'shilib, ko'payib, oxiri kelib Buxoroni askarlarini yengib, Qo'qonni yana ozod qilib, Sheralixonni tartibga solishgan. Bu Sheralixonni 5 ta o'g'li bo'lgan, 4 ta o'g'li bo'lgan. O'shanlardan o'rtanchisi Xudoyorxon bo'lgan. O'sha Xudoyorxonni 1831-yilda tug'ilgan Xudoyorxon. O'sha Talasda keyin Sheralixonni ham fitna orqali o'ldirib yuborishadi. O'ldirib yuborishgandan keyin oxiri Xudoyorxonni Qipsalarda bo'lboshchisi Musulmon Quli degan odam butun hokimiyatni qo'lga olib, Xudoyorxonni olib kelib taxtga o'tkazadi. Keyin o'zini qizini berib, o'ziga kuyov bo'ladi. 1845-yilda Xudoyorxon birinchi marta taxtga o'tiradi. Taxtga o'tirgandan keyin hokimiyatni bo'lib hammasini 1875-yilgacha davr suradi. Mana shu Xudoyorxonni vaqtida qurilgan oxirgi o'rdak hisoblanadi. Imorat, ha? O'rda juda katta bo'lgan. Mana shu bog' atrofida o'rdani ichiga kirgan. 18 gektar yeri bo'lgan o'rdani. Bu qaysi xotinidan tug'iladi? Qaysi xotindan tug'iladi? Yaqinoydan. Yo'q, Yarqinaydanmi? Jarqinaydan, ha? Yaqinoyda keyin bu Yaqinoyda o'sha Sheralixonni xotini Yarqinoy keyin Qo'qonda juda katta ovruq qozonib, Hokimoyim degan nom oladi. Hokimoyimni juda hurmat qilishadi. Xudoyorxon ham nihoyatda onasini hurmat qiladi. Onasini ko'zdan chiqmaydi. Birovni dorga osmoqchi bo'lsa-yu, onasi araga tushib, qo'y shuni osmagin desa, osmay ham qo'yaveradi. Bunaqangi bir onaning yo'lda yuradigan farzand bo'ladi. Onani nihoyatda yaxshi ko'radi onasini. O'sha Hokimoyim juda ham juda katta ovruq qozonadi. Madrasalar quradi, masjidlar quradi, ya'ni beva-bechoralarga yordam beradi, shunday qilib xalqning mehrini qozonadi Hokimoyim. Hatto hali Chorsu degan joyimiz bor Qo'qonda. U yerda Xudoyorxon onasiga aytib, Hokimoyim degan madrasa ham qurdirgan. Juda yo'q ketdi. Keyin yana bir joyda Hokimoyim o'zlari katta qabristonimizda bir madrasa ham qurdirishgan. O'sha madrasani bir qismi bor. O'sha madrasada har kuni Hokimoyim o'zlari Hokimoyimning pullari hisobiga har kuni chalpay pishirib madrasada o'qiydiganlarga, domlalarga, keyin atrofga kelgan Madrasa arkasidami? Ha? Madrasa Mirda arkasiga qurdirgan. O'sha arkasida, Mirda arkasida qurdirgan. O'sha yerda nima qilib, o'sha madrasaga chalpay degan nom olgan. Hozir o'shani yarmi saqlanib qolgan. Shunaqangi bir nima ajoyib ayol bo'lgan. Endi mana bu o'rda juda katta bo'lgan, mana shu 18 gektar yerni egallagan, 3 ta darvoza orqali kirilgan. U ramziy darvoza turibdi. O'sha yerda birinchi darvozasi bo'lgan. Keyin bu yerda mana bu maydonga kirishda ikkinchi darvozasi bo'lgan, mana nihoyat 3-chi darvozasi bo'lgan. To'rtta qismdan iborat bo'lgan. Tashqi saroy, o'rta saroy, ichki saroy va bog' qismlaridan iborat bo'lgan. Mana bu darvozaning ichidagilari ichki saroy hisoblanadi. Bu ichki saroyning boshqa nomi ham bor. Xon o'tirgani uchun xonni hovlisi ham deb aytiladi.
Şu ichki saroy 114 ta xonadan iborat. Bizim me'morlarimiz juda ya'ni islomga nima qilib islomiy raqamlarni yaxshi bilishgani uchun maishatga 114 ta xona qilishgan. 7 ta xona qilishgan. Ulardan buzilib 19 ta xona saqlanib qoldi xolos. O'zda kelgandan keyin buzilish boshlandi. 114 Qur'ondagi 114 surani qo'ygan ekanda. Nima qilib, keyin 1924-yilda Sovet vaqtiga kelib, bu yerda bir muzey ochilgan. O'rda qolgan qismida muzey ochilgan. O'shandan beri mana 100 yil bo'ldi, o'sha muzey bo'lib turibdi. Endi mana bu 19 xonadan hozir kirganimizda nimalarni ko'rsataman. Endi mana bu yerda yozuvlarda tushuntirib beraman sizlarga. Bu imoratlarga yozish nimasi bor, sistem. Imoratlarga odati bor. Arabcha yozilibdi, arabcha. Bu mana bu fors tilida yozilgan. Fors arabcha ham bor. Mana bu tomondan boshlaymiz. Xudovando bigardoli balora. Ey Xudo, balolardan saqlagil o'zing. Zi ofatxo nigohdori tumoro. Yomon ko'z tegishidan saqlagil o'zing. Ba haqqi har dug'itoy Muhammadning ikki shokili hurmati. Zabun gardon zabardastoni moro. Bizdan quli baland kelganlarni yakson qil o'zing degan bu duo bu. Duo ekana? Bu duo ekana. Yer masjidlarda nimalarda ko'p o'qigan bu duo. Endi mana bu nimada o'rtadagi tepasida o'rtadagi Qur'oni Karimdan oyat bor. Bismillahirrohmanirrohim. Limanil mulkul al-yawmul al-wahidul qahhor. Bu mulklar kimniki deb so'rasalar, yagona va qahhor Allohniki deb javob bergil. Degan nima bor? Endi bu Xudoyorxon shu hamma narsa Allohga qarash ekanligini tan olgan holda shu o'rdani kim qurganini bildirib qo'yish uchun yozdirib qo'ygan Arki Oliy Said Muhammad Xudoyorxon sana 1287. Ya'ni Said Muhammad Xudoyorxonni Oliy Arki hozir buniki. Bu yog'i shu tarix deb ataladi bu. Tarozandagi naqshi bezod soz. Bu yerda naqshni qilgan ustani san'ati bezodni san'atiga o'xshaydi. Bezod bu Navoiy davridagi yashagan mashhur naqqosh. Shu Oroz barlavhi koshi taroz. Bu yerga koshinlar bilan oro berdi. Mana bu koshin, yaltiroq sopol lappechalarni koshin deb ataladi. Bu koshinlar bilan oro berdi. Maroguf tarixi naqsham nagu. Bu naqshlarda tarixini atmagil dedi. Ba farmoni Said Xudoyorgu. Said Xudoyordan farmon bo'lsa atkil dedi. Endi mana shu oxirgi jumlada saroyda qurilish tarixi yashirilgan. Bu eski arab, eski o'zbek tilida bir naqangi yo'l bor. Har bir arab raqami, arab harfi o'zining raqamiga ega. Alif 1, B2, C3 va hokazo. Endi mana bu Bafarmoni Said Xudoyorgu degan jumladagi harflarni raqamga aylantirib bir-biriga qo'shilsa, saroyda qurilgan yili 1287-yil kelib chiqadi. Mana aka. Bu hali hamma tamlamasa ham o'qigan odamlar shuni tamlab oladi. Mana aka. Maktablarda shuni o'qitadi. 1887-yil. Abjad uslubi deydi. Abjad uslubida topiladi. Saroyda qurilgan yili 1287 bu hozirgi milodiydagi 1870-yilga to'g'ri keladi. Endi mana bu Tamg'alarda ham o'sha esavni chiqargan ekanda. To'rtta minoraga o'xshagan bezak qilingan, bu asli ichidan chiqadigan minora emas, ular binoni mustahkam va go'zal bo'lishiga xizmat qiladigan kichik kasayli burj deb ataladi. O'rtada ikkitani guldasta deb ataladi. Mana nimani ham binoni ham ochib qo'yishdi, keyin kirib ichkarida nimalarni Nima bu uchalasi dumaloqda, bunisi boshqacha. Bu shunday nima bo'lgan, Xudoyorxon saroyda qurayotganda ustalarga erk bergan.
Hammang o'zingiz san'atingni ko'rsatgan. Qaysi qo'yinglar nima kelsa ko'rsatgin deb Ko'rsat. nima qilgan, keyin o'shacha hamma turib nimani to'rtta usta qilgan. Gullari ham boshqacha. To'rtta usta qilgan, o'zini san'atini ko'rsatgan. O'zini nimasi bilan. Mashallah. Keyin shundaycha nima qolgan. O'sha vaqtda gips bo'lganmi albatta? Ha? Gips bo'lganmi o'sha vaqtda albatta? Ha. O'sha vaqtda shunday bo'lgan. Albatta qo'yibdi hozir, albatta qo'yib. Albatta ganch deb aytarkan bizda. Ganch. Ganch degan hozirgi albattaga to'g'ri keladi. Ganch. Haligi ganch bilan nima qiladi, bir-birini mahkamlaydi. Albatta ko'rdi. Hozir albatta aytiladi. Haligi keyin haligi qo'shin bermagan joylarda ham ganch bilan shu bo'yda turpa aralashtirib suviydi, ganch hoq deb aytiladi. Qana yuringchi. Yuringlar endi. Damla. Ko'rsatingchi. Mana o kirpishlar o'sha tarixiy kirpishlarmi? Bu Toshlar. Ruslar o naryoqda esa qadimgisi sanam qolgan bu keyin qo'yilgan. Keyin qo'yilganlar, ha? Nima vaqtda o'risi vaqtida o'zgartirib yuborgan. O'risi vaqtida o'zgartirib zinapoya qilib yuborgan. Zinapoya qilib yuborgan, keyin asl holatiga asli Xudoxonni vaqtida nima bo'lgan? Taxtadan bo'lgan ekan. Bera. Nima? Archani yog'ochlarini bir-biriga zishlab yotqizib, shunaqangi bir nima qilgan ekan. Keyin g'ish yotqizilgan, boshqa nima qilingan. O'shaning uchun bu asl qismat bular. Mana do'stlar. Sherali xon bilan Xudoyorxondan Da'vatasi ham o'sha esida Og'uy jönde ma'lumot berib o'tadi. O'sha yerda elga but ma'lumot berib o'tirgan Oqsoqol. Tojikistonda ashtigan joyida bir chinor o'sgan. O'sha chinordan olib kelib nima qilishgan? Da'vatani qilishgan. Chinardan jasalgan ekan-da darvoza, Ha. ha? Mashallah. Mana ki. Nerga yozib qo'yibdir, ha? Mana ki. Bu nimalar shu binoni Xudoyorxondan Ordozi 18 ha? Ha, 19-qilım. Tarixiy yer deydi-da, qirg'izcha shunday. Qana bismillah. Mana ki darvozasi. Darvozaxona deb aytiladi. Aha. Darvozaxona eski binolarimiz hammasida bor. Darvozadan kirib, odamlarda nafas oladigan, taqsimlanadigan joyi. Mana bu tomonda divon joylashgan. Divon degani bu hali hozirgi vazirlar mahkamasiga o'xshagan, ministrlar совetiga o'xshagan idora bo'lgan. Ilgari mana bu tomonda xuddi shunaqa ish bo'lgan. Shunaqa ish bo'lgan, bu xonni qabulxonasiga kiradigan joy bo'lgan. Keyin o'rislar kelib bekitib, xonni qabulxonasini cherkov qilib qo'yishgan. O'zlari ibodatxona cherkov qilib qo'yishgan. O'shaning uchun nima qilib qo'yishgan. Buni hali restavratsiya vaqtida tikladigan asosiy hudud. Bu har xil marosimlar o'tkazilgan. Xon o'zi mana bu tomonda o'tirgan. Taxti bor ichkarida. Taxti yo'qolgan. Mana bu qabulxona deyiladi. O'sha vaqtda hali salomxona deb ham atalgan. Salomxona degani hali ma'nosi chuqur. Hali odamlar o'zicha salomxona desa, ha, xonga salom beradigan joy bo'lsa kerak deb o'ylaydi, lekin salomxona degani ma'nosi chuqur. Salom degani tinchlik, omonlik degani. Shu nima? Bu xonda xonasi mamlakatda tinchlik, omonligini ta'minlaydigan joy degan ma'noda salomxona deb aytishgan. Yana bir nomi ko'rinishxona deb ham aytilgan. Xon odamlarga ko'rinish beradigan deb. Mana bu yerda Xudoyorxon arziga kelgan odamlarga arzini eshitgan. No'g'i eshik, ha? No'g'i eshik. Xondan eshik bo'lganmi shu? Mana bu eshiklari yangilangan.
işleri yangilangan. Aha. Hozirgi naqqoshlar yangi eshik qo'yishgan, Aha. ilgarigini o'rta chekov bo'lgan vaqtda buzib boshqatdan Ha, qo'yishgan. to'g'ri. Endi mana bu yerda haligi shoirlarimiz bu xonani jannatga o'xshatib yuborishgan. Shoirlar muboraga qiladi-da. Jannatga o'xshatib yuborishgan. O'shanga mana bu yerda bir yozuv bor arab tilida. İftatih ya mufatih al abwab. Ey jannat Tushundim, tam olar. ishlarini ochadigan qorovul. Menga ham shu jannatni eshiklarini ochgin deb murojaat qilyapti. Anaki. Bu Faqir Muhammad Turdiali. Shu odam shunday murojaat qilyapti, shuni jannatga o'xshatib. Endi mana bu tomonda mana bu qabristonxona naryoqda hujraga xos degani. Bu yerda odamlarni qabul qilgandan keyin, qabul vaqti qilgandan keyin naryoqqa o'tib o'tirgan hujraga xos deb aytiladi. Xonda o'zi hujrasi. Dam oladigan, vazirlar bilan maslahatlashib o'tiradigan, ovqatlanadigan joyi. Endi o'sha mana shu yergacha, mana bu yerdan o'sha yergacha eski qismi saqlangan. Qolgan qismini hammasi buzilib ketganda, keyin qayta tiklandi. Mana ular yangi qayta tiklangan joyi. Bu mehmonxona deb aytilgan. Mehmonxona bo'lgan. Hozir tarix bo'limi joylashgan. Mehmonxona deb aytilgan. Qayta tiklangan. O'shaning uchun eskiga uncha o'xshamay turadi. Buni narjag'ichi? Buni orqasini ham qayta tiklagan. Orqasidan bitta ayvon saqlanib qolgan, xolos hozir ham o'tib ko'ramiz. Qana juringchi? Maka do'stlar. Sherali xon bilan Xudoyrxonning Aqsaray jönündə ma'lumotni berib o'tadi bizga. O'ta qo's. O'shal vaqtdagi shu imoratlarni salgan ustalarga bunday baho berasizda. Qo'ldan shunday kelib turgan, qo'li gul ustalar bo'lgan ekanda, mashallah. Ko'rib turamiz. Aha. 2 metr chiqib turaveramiz masalan. Aha, juravering. Tarix bölümü deydi. Tarix bo'limi hamma joyda ibtidoiy jamoat tizimidan boshlanadi. Qadimgi davrdan. Qadimgi davrdan boshlanadi. Bu yerda hali eng qadimgi odamlarda hayoti ko'rsatilgan, eng qadimgi odamlarda hali metal nima bilishmagan, nimalarni mana bu yerda Qo'qon atrofida qadimgi odamlarning makonlari topilgan joylari xaritasi. Ilgari mana qanday toshlar, har xil qurollar yasab, pichoq, boshqa asboblar yasab, bilan foydalanishgan. Bu mana borda, toshdan qilingan borda. Bunaqangi hayot kechirishgan. Lekin mana bu O'chini nariyog'ida So'q degan joy bor, bilasizlar, So'qdan. O'sha So'qda eng O'rta Osiyoda eng qadimgi odam yashagan joy va eng qadimgi odamni qoldiqlari topildi. So'q Elingor degan joyda. Haydarxon bilan So'qda Vatan olsun. o'sha yerda qadimgi o'sha odamga Farg'ontirob degan nom berildi. Bu million yil avval yashagan odamning qoldiqlari ekan. Bu O'rta Osiyoda eng qadimgi odamni Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana o'sha bu bir joyda tuziga o'xshab qotib qolgan nimalar parchalari. Shunaqangi odamlar qanday nimalar istayotgan qurollar endi Buni kim bo'ladi? Domla. Hop. Ustida odamlarni Toshqin yapsaydı. oilalarga o'ziga yozgan so'xda yozuvlar. So'xda ya. Nimalar? So'qdami bu? Bu so'xda. Odamlar rasmga. Mana yozibdi so'q. O'sha Selingir g'orini atrofida. So'xda turligan qisar bor. O'sha turligan qisar naryoqda surat yilgan tog' bor. Odamlar surat yilgan nom qo'yishgan. O'sha
rasmlar borsa suratiga nom qo'yilgan. Men shunaqangi rasmlar bor, o'zim borib ko'rganman. Endi mana bu narsa Unkur. qadimgi otashparastlik davridan qolgan narsa. Bu kichraytirilgan maketi. Ilgari odamlar o'lgan vaqtda yerga ko'mishmas ekan, suvga oqizishmas ekan, o'tga yoqishmas ekan. Chunki o't, yer, suv, havo muqaddas hisoblanar ekan, iflos bo'lmasin deb, hali o'lgan odamni jasadini bir joyga o'qishib qo'yishar ekan. Uni etini hayvonlar yeb, shu yerda o'zi qolgan vaqtda shu yerlarni yig'ishtirib bitta xumchaga solib, mana uni ichiga oqizib qo'yishar ekan. Novuz deb aytiladi. Bu hodisalar Qo'qonda, Atrofdagi tog'larda, Qo'rama tog'larida hali shuni Novuzlar hodisalar topiladi. Qiymati bu Xitoydan, Sharqiy Xitoydan O'rta Yer dengizigacha bo'lgan yo'lda İstanbul. bitta nimasi Qo'qondan o'tgan. Ulug' Jo'yakchi ekan-da. Samarqand. Okey. Toshkent. Tarz. Bag'la. Buxoro. Qo'qon. Mana shu Qo'qondan ham o'tgan. Xoqon ekan. Yo, Xoqon deganda. Xoqon ekan. Domlar ular xonligini xaritasi bormi? Nimasi? Xaritasi qayergacha bo'lgan? Davlat Bor. Bishkek. Albatta Bishkek Xoqon bo'lgan ekan. Qo'qonimiz Xoqon bo'lgan ekan. Qo'qonga qaragan vaqtda Xonning emas deganda ya. qabriga ularda haykalni qo'ygan. O'sha yerdan bitta haykalni bosh qismi bir Sho'rsuv degan joy bor. Ha, o'sha Sho'rsuvdan topilgan. Bu qadimgi vaqtda topilgan arxeologiya nimalari? Qo'qon joyi. No'chu domlar no. İmarat. Bu Ko'sansoyda devordi bu. Qal'asi. Qadimgi Ko'sansoy. Bir vaqt vodiyni poytaxti bo'lgan. Ko'chirmalar. Farg'onani qadimgi xaritasi. Ilgari Farg'ona nomlari boshqacha bo'lgan. Vodiyning nomi Farg'ona bo'lib qolavergan. Lekin viloyatlarda nomi boshqacha bo'lgan. Qo'qon viloyati Vag'diy deb atalgan. Mana arxeologik nimalari o'zgandan topilgan. Tarixiy buyumlar ha? Xumchaga o'xshagan narsalar bular bomba. İçiga neft solib, Yordirgan. pilik solib yoqib dushmanga otilgan. Bunaqa bombalar. Ko'zachalar, simovdonlar. O'shda hali maqbaralardan olingan parchalar, qurollarni dastgohi, qo'l-tegirmon. Qurol yarog'lar. Mana u qoraxoniylar vaqti, somoniylar vaqti o'qiyoy nima? Qalqon, oybolta, qilich, qalqon, sovut, nayza va boshqa qurollar bo'lgan diğeri. Gurcu, yani qurollar ishlatilgan. Buzini gördün mü? Mak. Başından bu da. To'qmoq. Azıqı dubinka. Öldürüyorlar. Mana bular koshinlar, divorlar bezatilgan. Bu şey kışça ama şu Müslümanlıklar bir şeyler. Mana bu So'xdagi nimani qal'a. So'xda saqlanib qolgan Xudoyoxonda qal'alardan biri. Var. Ko'rganman. Bu Palonga ketishda So'x daryoni Kunchiqar tarafida qurilgan. Yo'q, mana shuni
Ben şimdi pasida hareketdan Zardor degan daryo bor. Bor ko'rganmiz. Palolga ketar. Bor ko'rganmiz. Man Bu bitta- Said vaqtida. O'sha palolga men shopilib qilganman 22-20da. Mana shuni ag'ida nima bor? Palolovuz degan qishloqlar bor. Tros ko'prikdan o'tib o'sha yerga ko'mir yog'och toshadi. Buni ichi bog' edi. O'sha paytda bog' qilib qo'ygan ekan. Biz 87-yillar, 86-yillar. Qo'qonda qurilgan respublik. Mana Qo'qonda xaritasi. Qo'qon Bishkek. Tom. Amaldorlardi, rasmlardi. Mana bu saroyni Merke. birinchi darvozasi. Qo'qon xandigi. Mana bu ikkinchi darvozasi. Uchinchi hozirga saqlangan darvoza. Qo'qonning birinchi darvozasi ekan. 3 darvozadan kirgan. Mana ikki. Bu ikkinchisi ekan. Hozirgi holat. Bu hozir birinchi, bu qolgan. qolgan. Üçüncü birinchi darvozasi. darvozasi. Hozir yo'q bu. Bu ham yana bu yer yo'q. Yo'q, yo'q bo'lib ketgan. 3 darvozadan o'tgan ekanda. Xondan oldiga kirish. Mak. Mana bu Xitoyda uji olingan ko'p. Zambirak 22-yil Oğlum bak ko'cha. bo'lib urush qilgan. O'sha vaqtda olingan uji to'p. Miltiqlar. Bu Qo'qon xonligida ishlatilgan miltiqlar. Zambirak yo'q. Bitta miltiqlar. Xitoydan sotib olingan. Mana bu o'zimizda Qo'qonda qo'yilgan Qaramultiq. zambarak. Aka qaramoldiqlar. Ko'pni bir turi. Zambarak. Bu zambarak deyishning sababi shuki, kichkina bo'lgan, uni zambarda olib yurishgan. Buning uchun zambarak deb aytilgan. Zambirak qo'yib nonday bo'lgan ekanda, buni o'zini o'qitib solib, buni yog'idan tug'ni qo'rsaq pilik pilik o'tdi. Mana shu monday zambirak o'qishgan. Xudoyorxon ana endi bitta rasm. Mana. Xudoyorxon. 1872-yilda olingan foto. Rasm. Xudoyorxon. Xudoyorxon uni katta o'g'li Nasriddinbek, ikkinchi o'g'li Muhammad Aminbek. Nevaralari. Mana bu nevarasi Said Islombek Sovetlar vaqtida taqibdan qochib Afg'onistonga ketib qolib, katta ishlarga ko'tarilib, Afg'onistonda Fransiyadagi va Shvetsariyadagi elchixonasida bosh kotib bo'lib ishlagan odam. Bu odam haligi qaraganda keyin Sovet hukumatidan ruxsat so'ragan, vataniga qaytishga ruxsat beringlar deganda ruxsat bermagan. Oxiri Shvetsariyada o'lgan, Parijga olib kelib ko'mish. Keyingi oladilar. Urpaqlar ekanda. Keyingi oladilar. Mana bu Xudoyorxonda 3-o'g'li Said Umarbek. Hozir domla haligi bitta artistimiz ham bor, o'sha Xudoyorxonda o'g'lotdi. Mana. Xudoyorxon o'g'lilar bor hozir. Mana. Kim degan? Sevara Sevarxon Nazarxon. Nazarxon. Xudoyorxonda ukasini oladi bu. Urpaqlar ekanda. O'zimiz Nasl. jiyan Nazarxon degan jiyanim bo'lgan. O'shandan tarqagan avloddan. Mana shular hammasi bu bir qismi hali juda ko'p bular. Lekin Qo'qonda yashamaydi. Hamma Toshkentda, chet elda yashashadi. Sevara Nazarxonga duq yetmaydi. Buni hali Nimalarda olib yuradigan narsa sandiq, savdogarlar sandig'i. Tuyaga ortib. Nimalarda olib yuradi. O'shanga moslangan. Xudoyorxonda Qo'qonni. sarg'olmaydi. Mana aka. Xudoyorxondan qolgan yagona narsa. O'g'londan mana. Xudoyorxon o'zi kotiblarga xatotlarga buyruq ko'chirtirib o'ziga olgan. O'zi o'qib yuradigan Qur'on. Karimmi? Yaxshi Qur'on o'qishni yaxshi bilgan, ilmi yaxshi bo'lgan. Xudoyorxonning o'zi o'qib yurgan Qur'on kitobi ekan do'stlar. Qo'qon haqidagi kitoblar. Pirov. Mana shuni yasamagan
Chilim zo'ragan chilim. Avtomatga olib borib bersam juda haligi Cenab-ı köşeye alıp kovulursa. Sizlerge bulaştı. Ova. Shunda bu saroyga aloqasi yo'q bo'lsa bu Qo'qonda Sırtına çıktık. naqshlarimiz qayerdagi Şu ustunlardan cıqtağın namunalar. oyunları tanıştıran hazır. Mana bu Qo'qon aravalar. darvozalar Darvozalar bittasi qal'alardan birining darvozasi, bittasi madrasaning darvozasi. Eski mo'yin darvozasi. Bu şu aldığın arabalar ekan da. Bunaki ikincisi, üçüncüsü. No biraz can variantta işletilgan ekan da. Qo'qon aravaning boshqa aravalardan farqi qadrdagi ko'targilar. Qadrdagi ko'ta bo'lgani uchun ko'prik yo'l joylardan bemalol o'tib ketavergan, aravalardan o'tib ketavergan, yo'lga botib qolmagan, ancha qulayliklar bo'lgan. Shu Qo'qonda yaratilgan uchun Qo'qon arava degan nom olgan. Manaki. Nereye ise vurup tekniğe vakti yeterli. Yüzbaş. Mana bu o'sha hokim o'yinimizni buraya qo'yib onasiga qurilgan hokim o'yin madrasasining darvozasi. Bu faqat shu darvozasi saqlanib qolgan xolos. O'zi buzilib yo'q ketgan. Mustahkam qilingan. Çarpınay elinin darvazası. Uşulardan bardığı arça ha? Arça ha? Çınar. Ha çınar bu. Çınar bu. Bu Çınar. Çınar bu. Çınardan qilingan. No'lar to'sin ekan ha? Ve bu keyingi oradaki. Jomi degan joyimizda bir nima qurildi, uni buzgandan keyin olib kelingan nima. hokim Yeri Xudoxon o'tirgan joy bu saroyni qurdirmasdan avval bo'lganda Qo'qonda Chorsuv degan joyga yaqin joyda bozor bo'lgan. O'sha bozorga olib chiqib o'sha yerda o'ldirgan. Musulmon qildi Xudo. Musulmon qildi, ha. Musulmon qildi. O'sha musulmon qildi endi o'ldirishdan maqsad bo'lganki, musulmon qildi Xudoxonga hech yo'l bermagan. Hali o'zi boshqargan. Xudoxon bir qo'g'irchoq xondek bo'lib qolganda, o'shuning uchun chidamay keyin nimalar bilan boshqa lashkarlar bilan kengashib, maslahatlashib, musulmonxondan pinhona ravishda, yashin ravishda ular bilan kelishib, boshqa qilib, oxiri Xudoxonda Toshkonda nimani ushlaymiz deganda, musulmonxonni ushlaymiz deganda, musulmonxon hushyorlik qilib qochib qolgan. Keyin u Farg'ona vodiysining u Andijon naryoqlarida bu boshqa joyda Uchqo'rg'on tomonlarda, boshqa tomonlarda juda ko'p janglar bo'lib, oxiri qipchalar o'zi ushlab berishadi. Musulmon qilni. Qipchalar o'zi ushlab berib, keyin Qo'qonga olib kelib dorga osadi. Nimani dorga osayotganda, Xudoxon, musulmonxonni dorga osayotganda bitta odam kelib, qipchaq. Endi ahvoling qanaqa bo'ldi? Shuncha bizni qaqshatib, ahvoling qanaqa bo'ldi degan ekan, musulmonxonlar aytgan ekan, endi hali men sendan ko'ra baland turibman deb duo qilayotgan, o'sayotgan joy yerdan baland bo'ladi-da. Hali senlardan baland turibman deb aytgan ekan. Lekin Xudo musulmon qulini o'ldirgandan keyin Xudoxonda ahvoli qiyinlashib qoladi. Taxt talashlari bo'lib ketadi. Boshqalar bo'ladi. Buxoro amiriga bilan uning yordamida taxtga o'tiradigan bo'lib, agar musulmon qilib bo'lganda o'sha taxt talashlarga yo'l qo'ymagan bo'lardi. Buxoro Qo'qonga yaqin kelolmagan bo'lardi. Kuchli odam bo'lgan. Zo'r lashkarboshi edi. Endi taqdir ekan hamma narsa ham oxiri bo'lishi kerak. Hayat var da. o'zi chetda yashagan. Sevmedi. O'rtog'i bo'lgan. O'rtog'i bo'lgan. Mana bu joy. U Bashirdan haramga ishi bo'lgan. Haramga. Haram endi ayolda yashaydigan joy. Ishi bo'lgan, o'shadan navbat kelgan ayol shu yotoqxonaga chiqib shu yerda nima qilgan. Endi haramda
ko'p bir xil mamlakatlarda pishirgan odamlar haramga boshchilik qilardi. Lekin Xudoyorxonda davrida Xudoyorxon haramga ayol kishi boshchilik qilgan. Xudoyorxonda onasi hokim o'yinda qarindoshi bilan bir Ziyoda degan ayol haramga boshchilik qilgan. Men o'shanga dodxoh degan unvon bergan. Ziyoda dodxoh deb atashgan. Bu Ziyoda dodxoh juda qattiq qo'l ayol bo'lib, haramni qo'lga olgan. Xudoyorxonda xotinlari ham u bilan ruxsati bilan kirib yotishgan. Xonda oldiga kirishni o'sha belgilagan. Kim kiradi degan. Buni bilgan xotinlari, kanizaylari endi xotin ko'p, kanizay ko'p. Bir oyda navbat tegsa degan. Tegmasa tegmaydi. Bir qillar nima qilar ekan deng. Hali Ziyoda do'xtirga bir bileydimi, uyimni tilla bir narsa berib, men navbatimni oldiga qo'ydim. ilgaridan qarisa ilgaridan bo'lgan ekan. U nima qilib, keyin o'sha navbatni oldinga surib qo'yib, o'shani olib kelar ekan xonda oldiga. Xon buni bilib yurar ekan. Bilib yurar ekan, haligi u Ziyoda do'xtir xon haligi ayol bilan qo'shilib chiqqan vaqtda dahlizda o'tirar ekan Ziyoda do'xtir. Har ehtimolga qarshi. Chiqyapti u xon itti bilan chiqyapti deb Ziyoda do'xtir ko'rib, ana undan qancha olgansan deb qo'yar ekan. Hazillar. Bitta shariy xotin. Shariy xotindan tashqari shariat kanizaylarni yashashga ruxsat bergan. Xonga. U kanizaylarni soni sharoitga qarab o'zgartirgan. 40 ta, bir vaqtda 80 ta ham bo'lib ketgan. Menga o'xshab ketgan. O'shancha Kuchga to'lgan paytida kanizaylarni soni aniq nima emas. 40 tadan 80 tagacha o'zgartirgan. O'shaning uchun hayra qanga navbatdagi ish masalasi nima bo'lgan. O'shanda bir nima voqea bo'lgan ekan. Bir Pamirdan olib kelingan Sadbarg degan kanizak betay navbatdagi o'rgangandan boshlaganmi qilib bir saroyda ishlaydigan bir mirzo bilan topishib qoladi. Bir-birini yaxshi ko'rib qoladi. Keyin bir-birini yaxshi ko'rib qolib, keyin endi yo'lmasdan qochib o'zimizni bir yerga ketib tushadi, o'zimizni turmush quraylik deb qochishadi. O'sha mirzo olib qochadi. Sarbagiga olib qochgan vaqtda Ziyoda do'xtir bilib qoladi. Bilib qoldi, xonga kelib aytadi. Hozir Sarbag qochibdi o'ynash bilan. Keyin xon u xonda 12 ta darvozasidan 12 yo'lga odam chiqaradi. Askarlar chiqaradi, to'p deyiladi. Keyin bularda besharada mahram, Sin mahram degan joyi bor. O'sha yerdan ushlab kelishadi. Ushlab nimani o'ldirishadi o'sha yerda. Mirzoni urishadi, qarshilik ko'rsatganda Sarbagni olib kelishadi. Sarbagni olib kelgandan keyin hukmni podshoh o'zi chiqarmas ekan, qozi chiqarar ekan. Qozi keyin Toshbo'ronga hukm qiladi, Toshbo'ron qilyapti. Keyin haramni bog'iga olib chiqishadi. Haramni bog'iga olib chiqishib, belidan ko'mib qo'yishadi. Keyin yerga Ziyoda do'xtir kanizlarga aytadi, tosh otinglar deydi. Men kanizlar tosh otgisi kelmaydi. Hammasi o'rtag'i bo'lib qolgan, bo'lsa bo'lgan. Hozirlar vaqtda Xudoyorxonni arzandi o'g'li O'rmonbek degan o'g'li yugurib kelib to'sib oladi. Tosh otmaysanlar. Otayga bo'lsang, menga otasanlar. Bu haligi Xudoyorxonni bitta xotini tug'ilib turib o'lgan bo'ladi. Tug'ilgandan keyin Xudoyorxon uni tarbiyasini boshqa xotinga topshirgan bo'ladi. Endi boshqa xotin o'zi qaramaydi, kanizaylar qaraydi. O'sha Sadbarg ko'proq qaragan ekan. Bolaga mehri tushib qolgan ekan. Keyin o'sha bilib qolib, darrov yugurib chiqib to'sib oladi oldinga. Bundan keyin odamlar aytdi, nimalar
endi haligi xonzoda u chekkaga turib deyolmaydi, boshqa deyolmaydi. Toshbo'ron qilolmay qoladi-da. Bo'ldi deyishgan ekan. Xon, ha, bu xonam biladi endi o'sha tarbiyalaganini. Deb qozini chaqirtiradi yana. Endi shunaqa voqea nima bo'pti, o'g'limiz o'zini tarafini olib turibdi, hukmni o'zgartirdi deganda, keyin Toshbo'ron uni bekor qilib, Sarbag'ni Kanizaylikdan Cho'rdikka tushirish haqida hukm qilib beradi. Nima qilib voqea bo'lgan. Lekin Xudoxon keyin o'sha cho'ri bo'lganda ham yana hali ko'rib yurib, yana bir-ikki marta huzuriga olib kelib, boshqa joylarga olib kelib, yana birgalikda bo'lib ketgan ekan. Soatga bo'lgan. Xonzodalar yashaydigan hovli bo'lgan. Boldar a? Xonni o'g'illari 12 yoshgacha haramda yashagan. 12 yoshda, ya'ni gunoh bitadigan yoshda haramdan chiqarilib, mana shu hovlida olib kelib, mana shu yerda o'qib, mana shu yerda tarbiyalashgan. O'sha territoriyada xondim boldari yashagan ekan. Bu ham qayta qurildi. Ustunlar o'zgargan. Ustunlar o'zgargan. Trenchlar o'zgaribdi. Ustunlar. O'sha 1800 Ustunlar o'zgargan. Üstünde patologları oşol vaqtdagi Ustunda patologlar ekan do'stlar. Nima bo'lib qolganda, yoppasiga o'zgartirib yuborishgan. Üstü bayağı ekan. Tepasi o'zi. Tepasi o'zi isholati. Endi mana bu xon o'sha hali aytganim xonda o'tiradigan joyi. Xudoyxonning komnatasi ekan. Yo bismillah. Mana bu dahlizi. Xonda ilgari eshik betdan emas, mana bu yerdan bo'lgan. Janob. Nega kirilgan? Gumbaz teydan. Mana darvozaxonadan eshik bo'lgan baqa. O'sha yerdan kirilgan bu eshik og'o degan amaldor o'tiradigan joy bo'lgan. Yani odamlar shu yoqqa kirib, eshik og'oni ruxsati bilan navbat bilan xonadonga kirishgan. Eshik og'o ularni arzini tinglab, navbat bilan olib kirib hozir betda yog'och ko'mak ko'raysan, yapti. İlk işte bu. Ana bismillah. Xonda o'zini o'tiradigan qabulxonasi. Bu eski o'sha shu joyga o'xshaytami o'g'il? Xonda o'ziniki emas. Xonda o'ziniki emas. O'sha lekin o'sha yerda o'tirgan ha? O'ziniki, ha, o'ziniki yo'q. O'sha mehrob o'sha yerda. Endi mana bu Ichkisaroyning maketi. Mana bu kirgan joy, mana bu kirgan hozirgi xona. Mana bu hovli. Naryoqda divonda hovlisi. Qo'qon xondig'in. Mana bu hali shahnishin xonda o'tiradigan joyi. Hali nimalarda, xonzodalarning hovlisi. Mana bag'i, mana bu haram. Shu imoratning Mana ustiga shu haramni o'zi to'rtta ekanda. 5 ta hovlidan iborat bo'lgan. To'rtta hovli xonda to'rtta xotiniga bo'lib berilgan. Bitta kichkina hovlisi ham bor, uni suv hovli deb aytishgan. Unda o'sha suv hovlida misdan qilingan hovuz bo'lgan. Misdan qilingan hovuz bo'lgan. O'shanda nimalar, meshkobchilar nima olib kelib, suv olib kelib o'sha hovuzga quyib qo'yishgan. O'sha haramga ehtiyojdagi o'sha hovuzdan suv olishgan. Bular hammasi buzib yo'q bo'lgan. O tepada qo'sh degan joy bo'lgan. Yonancha solg'anda. Bitta hali kechqurun kanizaylar, xonda xotinlari nima o'yin kulgi qilib, bazm qilib. Hozir o'tirgan joy. Bak. Sherali xon Xudoyor xondan o'tirgan. Mestan. Bitmişmi? O eng burun qo'ni o'tiradi kraska. O'sha esti o'sha qolgan janob, o ko'rdingmi? O'sha bir şey bir shoqaloq. O'sha Xudoyor xondan oldinagi bu. Bular bu yoqqa registratsiya bo'lgan. Keyin jasalgan, ha? Qayerga esladi?
O'sha tarixiy qal'ani. Suyaqda qarag'in, suyaqda qarag'in. Uni patologga qarag'in. Maşallah. Qanday ustalar жасаган уна. Jiğaçdan da bak. Keyin hali o'rislar Qo'qonda olgandan keyin 1876-yilda bu xonani cherkovga aylantirib qo'yishgan. Bir necha yil cherkov bo'lib turgan. Keyin shaharga boshqa cherkov qurilgandan keyin uni ko'chirib olib ketishib, o'rniga boshqa narsa nima qilishgan, hali ofitserlar o'tiradigan joy bo'lgan. Sovet vaqtida, Sovet hukumati vaqtida ataylab betga hali qashshoqlar qo'mitasi degan bir tashkilot tuzilgan. Kambag'allar qo'mitasi degan. Kambag'allar qo'mitasini raisi o'tirgan. Muzey bo'lgan. Nujat qanda, nujat. Aka do'stlar. Şu imoratın Şerali xandan, Qo'qon xandan aq uyunun üstü жағынан жасалған bir emekende kol çevirçiliği ekende bu bağ beriş gerek eken. Bunu hazır şu akırkı eşiginen girgen yer eken hazır bunu. Şu жерде malumat berip atkan asıl aytты. Tarih şu eken dostlar. Hukumatga bu narsaga holatda o'tirgan. Ko'rpesherlar, o diyor bo'lmagan, köşe qaram bo'lgan. Mana xona nima qilingan, ta'mirlangan, faqat shu bo'yalari yangilangan, naqshlari o'zgartirishmagan. Naqshlari eski, Eski holatida nima bo'lib qolibdi-da? Eski naqshlari namunalar ham qoldirilgan. Bu yerda hali chet mamlakatlarda olib kelingan har xil asoratli narsalar qo'yilgan. Hindiston, Eron, Xitoy, Yaponiyadan keltirilgan narsalar. Mana bu yerda Hindiston va Erondan keltirilgan idishlar. Mana bu hali darvishlarda, qalandarlarda olib yuradigan kachkuli qo'qon yong'og'idan qilingan, Hindistonda tayyorlangan. Mana bunisi nokka o'xshagani ayollarda surmadoni, surma saqlaydigan idishi. Qolganlari har xil maqsadlarda ishlaydigan idishlar. Xitoydan keltirilgan chinni idishlar. Xitoydan hammasi. Xitoydan va Yaponiyadan keltirilgan vazalar. Bu Xudoyorxonda bobosi Hojibekni akasi bo'ladi. Shu odam bu vaqtda nihoyatda arzonchilik, serobchilik bo'lgan. Nimalar ekinlar juda yaxshi hosil bergan. Bozorlarda arzonchilik bo'lib ketgan. Juda bir xalq yaxshi yashagan. O'shuning uchun belki o'sha vaqtda juda ko'p odamlar ko'chib kelgan. Shu Nurbotaxon hali odamlar qanday yashayotganini bilish uchun kiyimini o'zgartirib, qiyofasini o'zgartirib xalq ichida yurar ekan. Yurib bir kuni juvozxonaga kirib qolibdi. Juvoz bilasizlar, yog' chiqaradigan joy. Kirib qarasa, juvozkash mazza qilib so'rida choy ichib o'tiribdi. Juvozni eshakni o'zi aylantiryapti. Hayron bo'ldi. Keyin so'rashib, usta, qaysi juvozxonaga kirsam, juvozkashlar eshakni bo'yinbog'ida ushlab, qamchilab yurgizib turgan bo'ladi. Bu yerda eshak o'zi aylantiryapti. Bunga qanaqa erishdi degan ekan. Mana ko'rib turibsiz debdi juvozkash, bo'yiga qo'ng'iroq osib qo'yganman debdi. Bir tepib yurgizib yuboraman debdi. Yurgan vaqtda qo'ng'iroq chalinib turadi debdi. Men ishimni qilaveraman debdi. Qo'ng'iroqda ovozi ishlay qolsa bilamanki, eshak to'xtab qolgan bo'ladi. Yana kelib tepib yurgizib yuboraman. Shunaqa qilib o'rgatdim debdi. Nurbotaxon aytdilarki, "Eja yaxshi" dedilar. Mabodo dedilar. Eshak bitta joyda turib bo'ynini silkitib qo'ng'iroqni chalaversa nima bo'ladi degan ekan.
qiziq ekansiz. Bu Qo'qonda xonimiki shunga aqli yetdi. Eshakku deb. lekin o'zlari bilmaydi xudo yoqqa o'zini avlodlari. Bo'ldi. Endi biz xudo xohlasa Xudoyorxon sari urug'dan bo'lgan ekan, bunaqay. Aqlbek. Nima bo'ylar? Ha? Aqlbek xonimi bor ekan Aqlbekda. Har bir bosqichga qadamlarga Alloh taolo ajr adimlar bersin. Qilgan ziyoratlaring Allohning dargohida qabul bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat katta. Rahmat domla. Aka do'stlar, ushintib Sheralixon, Xudoyorxon Birodarlarga salomatlar. endi biylab turgan saroyidan ko'plagan ma'lumotlarni oldik shu oqsoqoldan. Rahmat, hurmatli ko'rarmanlar, hurmatli zamondoshlar. Video yoqsa like bosib, kanalga xat olib, kommentariydan Aqusqa duo qilib qo'yingizlar. Biz safar usti uladik.